Mana aka podpishka zakazni oldim. 2 minutda bo'larkanman. Asti zakazga qolib ketyapman bor-ku. Mana shu videoni tarqatingizlar do'stlarga bor-ku, kimga bo'lsa bor-ku. Mana shu parani joqimda men 2 ta para oldim. Bu oshib qoldi bor-ku bu parasi. Endi buni bor-ku, biranta muhtoj bo'lsa, shunga bepul beramiz. Yakundayga 3000 o'ris pulga 3000 ga sotib beramiz buni bor-ku. Buning puliga biranta qishloqda bir bu lekin original degichidan biranta qishloqda ular-ku qiynalganlar. Shunga bir xolta umminan bir butilka moya beramiz. O'ris pulga 3000 ga sotaman yoki bir xil chini bilan mana shu parasi qiynalganlar bo'lsa, shunday paraga bepul beraman. Tarqatib jaringizlar. Ko'ryapsizmi? Yo'q, men 2 ta monoday chakkindan razbor degishdan oldim. 6200 so'm oldim ikkovini. 7000 dedi, savdolashib 6200 ga oldim. Yappa. Endi xudolasa mana shuni birantaga sotish kerak yoki shu sotgan nimani ehson qilib jaramda. Bularda qiynalganlar ko'p. Tarqatingizlar bor-ku. Men klient kutib o'tiribman. Klient chiqish kerak, qor chiqmayapti bor-ku. Nimasi iti bilan chiqaman, pisha bilan chiqaman shunday chakin. Men podpishga chiqib kelyapti klientim. Mana shu katta bir iti bilan chiqib kelyapti bor-ku. Mayda-chuyda emas, katta iti bilan chiqib kelyapti. Здрасте. Здрасте, багажничек можно?